Demak, 16-misolimizni bugun tahlil qilamiz. O'tgan safar uyga vazifa bergandik sizlar bilan. Mana shu 16-misolda berilgan sonlar eng kichik umumiy karalisini, ya'ni ekukini toping degan savol edi. Uyga vazifa quyidagi misollar berilgandi. 2 va 5 ga, 3 va 7, 14 va 25 sonlar va hokazo sonlarni ekukini topib kelish kerak. Birinchisi 2 va necha 5 soni uchun ekuk topamiz. 2 bilan 5 biz aytgandik, o'zaro tub sonlar bo'lsa, ularni ko'paytmasi nimasi bo'lardi? Eng kichik umumiy karalisi bo'lardi. 2 bilan 5 qanaqa sonlar? O'zaro tub sonlar. O'zaro tub sonlar 3 xil bo'ladi. Ana shu yerda mana o'zaro tub sonlar. O'zaro tub sonlar. Kameramiz ko'rinyaptimi? Bu tomon ham sal bunday qilamiz-da. Shunday qilib turaylik. O'zaro tub sonlar. O'zaro tub sonlar eslatib o'tamiz. Oldin ham gaplashgandik. Mana o'zaro tub sonlar qanday sonlarni o'zaro tub sonlar deyiladi degan mavzuda. Birinchisi ketma-ket kelish kerak. Ketma-ket kelgan natural sonlar. Ketma-ket kelgan natural sonlar bu 2 bilan 3, 4 bilan 5, masalan 6 bilan 7 ga o'xshaydi. Ekukini topmoqchi bo'lsangiz, bu sonlarning ekuki eng kichik umumiy karalisi ko'paytirib qo'ya qolasiz. Masalan, ekuk 2 bilan 3 ga 2 ni 3 ko'paytirib qo'ya qolasiz. 6 bo'ladi. Ekuk 4 bilan 5 da ekuki nechi bo'ladi? 20. 4 bilan 5 ko'paytirib qo'ya qolasiz. Va hokazo, xuddi shunday bo'ladi. Endi birinchisi ketma-ket kelgan natural sonlar o'zaro tub sonlar deyiladi. Yana ikkinchisi bor. Mana bu misolimizdagi kabi ixtiyoriy ikkita tub son bo'lishi kerak. Sharti shu. Ikkinchisi nima ekan? Ixtiyoriy ikkita tub son. Ixtiyoriy ikkita tub son bo'lsa, ana bu ixtiyoriy belgisi, shuning uchun qavslichiga ixtiyoriy deb qo'yapmiz. Ikkita tub son bo'lsa, bular o'zaro tub son bo'ladi. O'zaro tub sonlar eng kichik umumiy karalisi ularni ko'paytmasi bo'ladi. Masalan, 2 bilan 5, 11 bilan 13, yana masalan 3 bilan necha olaylik? 7 olaylik. Bularni ekukini topmoqchi bo'lsangiz, ekuki 2 bilan 5 ekuki 2 ni 5 ga ko'paytirib qo'ya qolasiz. 10 bo'ladi. Agar 3 bilan 7 ni topmoqchi bo'lsangiz, eng kichik umumiy karalisi 3 bilan 7 ni ko'paytirasiz. 21. Va hokazo 11 bilan 13 bo'lsa, ularni ko'paytirib qo'ya qolasiz. Eng kichik umumiy karalisi. Endi uchinchi shartimiz o'zaro tub son bo'lish uchun mana bunga to'xtayapmiz. O'zaro tub son bo'lish uchun eng katta umumiy bo'luvchisi deganimiz ekubi 1 ga teng sonlar. Ya'ni birdan boshqa umumiy bo'luvchisi yo'q. Eng katta umumiy bo'luvchisi 1 bo'ladi xolos. Mana shu sonlarimiz ekubi 1 ga teng bo'lgan sonlarimizdan nima deymiz? O'zaro tub son deyiladi. Ekubi 1 ga teng bo'lsa. Bu sonlar qaysilar desiz? Kelinglar. 9 bilan 25, 12 bilan 35, va hokazo. Aslida 9 ham murakkab son, tub son emas. 25 ham murakkab son. Lekin ikkalasi birgalikda o'zaro tub son bo'ladi. Nimaga desiz? 9
bilan 25 ni birdan boshqa umumiy bo'luvchisi yo'q ekanda. 9 ni bo'luvchilari qaysilar? 9 qaysi sonlarga bo'linadi? 1 ga, 3 ga, 9 ga bo'linadi. Bo'luvchilar bor. Ikkitadan oshiq. Agar ikkitadan ko'p bo'lsa murakkab son bo'lardi-da, ikkita bo'lsa tub son bo'lardi. To'g'rimi? Mana bu 9 dan 25 ni ham olsangiz, natural bo'luvchilar ikkitadan ko'proq. 25 niki ham ikkitadan oshiq. Bo'luvchilar 25 1 ga bo'linadi, 5 ga bo'linadi, 25 ga bo'linadi, to'g'rimi? Ikkitadan ko'p. Tub son emas 25. Qanaqa son? Murakkab son. Ikkitadan ko'p bo'lsa natural bo'luvchisi murakkab son deyiladi. Lekin birgalikda ikkalasi o'zaro tub bo'ladi. O'zaro tub bo'lishligini sharti bitta. Birdan boshqa umumiy bo'luvchisi yo'q. Eng katta umumiy bo'luvchisi bir xolos. Ya'ni 9 ham 25 ham 1 ga bo'linadi xolos ikkalasi. Umumiysi shu. Mana bu holatda ham siz nima qilasiz? Ikkovini ko'paytirasiz. Umumiy mahraj topmoqchi bo'lsangiz, eng kichik umumiy karalisini topmoqchi bo'lsangiz. Bizga umumiy mahraj degan so'zni ishlatdim. Nima uchun? Hali biz kasrlar mavzusini o'tamizda, kelgusi darslarimizda bizga shu ekub kerak bo'ladi. Umumiy mahraj toping qilaramizda. Umumiy mahraj qanday topiladi siz? Mana bu 3 xil yo'nalishdagi sonlarda ko'paytirib, o'zini-o'ziga ko'paytirib topasiz bir-biriga. Boshqa sonlarda eng katta umumiy bo'luvchisini, eng kichik umumiy karalisini topasiz. Ekub topganingizda umumiy mahraj topgan bo'lasiz. Shu uchun ishlaydi, xizmat qiladi. Endi bularda nima qilamiz? Siz masalan ekubga 9 bilan 25 ga necha bo'lar ekan? 10 tasi 250 bo'lardi. 9 kere 25 9 ko'paytirib 25 necha bo'ladi? 225 chiqadi. Mana shunisi 9 bilan 25 sonlarni ekubga 225 oldik. Nima uchun 225 oldik? Bularni ko'paytirdik hozir. O'zaro tub sonlar bo'lganligi uchun. Mana bu 3 xil holatdan kelib chiqqanimizda biri bilan 2 ni javobi ko'paytirish orqali osongina topa olasiz. 16 ni uyga vazifani tahlilini qilyapmiz, Hech kelganlar uchun hozir o'tgan safar uyga vazifa berdik 16 bilan 17 ni 16 ni tahlil qilyapmiz-da. Demak, birda javobi 2 bilan 5 ga siz nima qilasiz? 2 bilan 5 ni ko'paytirib qo'ya olasiz, osongina 10 qilib. Masalan, ikkinchisini javobi ekubga 3 va 7 ni necha bo'ladi? 21 deb qo'ya qolasiz. To'g'rimi? Ko'paytirib topyapmiz. Endi yana ham o'tgan safar ekub mavzusini yaxshi tushunmaganlar uchun yana bitta takrorlayman. O'zi ekubning mohiyati nima bizga? O'tgan darsimizda ham tushuntirdik, yana bir takrorlab nima qilib o'ramiz, tushuntirib o'ramiz. Demak, biz ekub so'zida mana bu aytdikki, bu karrali degani, karrali bo'linuvchi sinonim so'zlar. Karralini topish uchun, bo'linuvchini topish uchun biz sonlarni ketma-ket 1, 2, 3, 4, 5 va hokazo sonlarga ko'paytirish tushuniladi. Karrali so'zini tushuntirish. Ingliz tilida faktor deyilarmidi? Mana shunaqa tushuncha bor. Karralini ma'nosi. Biz 2 ni karralilari deganda, mana karralini topyapmiz. 2 ni karralilari 3 ta nuqta qo'yibman. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 va hokazo davom etaveradi. Masalan, 40 ham bor edi dedik. O'tgan safar ham shuni tushuntirdik. Agar 5 karrani aytib desam, siz 5 deysiz, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 va hokazo bor. Karralilarni topish uchun sonni 1, 2, 3, 4 ga va hokazo ketma-ket ko'paytirib aytib ketaverasiz-da. Karralilar hosil bo'lgan. Mana ekub so'zimizdagi karrali. Endi mana bu o'si umumiy edi-ku. Umumiy karrali ham 2 bilan 5 ni ichida bor sonni aytadi. Ya'ni bor bo'luvchini aytiladi.
hozir biz bo'linuvchini aytaman. Yani bo'linuvchilarda ichida ikkovsi umumiy. Qaysilari umumiy desangiz, ikkalasida 10 qatnashyapti, to'g'rimi? Ya'ni necha qatnashyapti? 20. Masalan 48 5 karada ham bor, 2 karada ham bor-da, 2 kara 20 40 bo'ladi. Mana endi masalan 30 ham keladi, to'g'rimi? 22 dan keyin mana yerda 30 kelardi, mana yerda ham 30 bor. Ha? Tushunyapsizmi? Endi hozir aytamanki, umumiy karralisi 2 bilan 5 dir. Ha? 2 bilan 5 umumiy karralisi necha bo'ladi desangiz, 10 bo'ladi, 20 bo'ladi, 30 bo'ladi, 40 bo'ladi. Ha? Hozir tushunyapsizlarmi? Darsimiz interfaol usulda ketib turgani uchun bemalol agar tushunmagan bo'lsalaring, domla mana bu joyda men tushunmadim deb so'raylar. Ha? Uyga borib, keyin tushunmagan narsangiz qiynalmasligingiz uchun hozir savol chiqqan bo'lsa, marhamat beringlar. Vazifa yuzasidan. Shu joyigacha tushundingmi hozir? Ha? Yaxshi tushuntirib ketyapmiz. Mana 10, 20, 30, 40 umumiy karraliklar. Bu karralilarni o'zini bir qator yozib oldim-da. Ha? 2 karraliklari, 5 karraliklari. Va ikki nima yozdim? 3-qatorga umumiy karraliklarini yozdim. Endi bundan keyingi qatorga men aytamanki, eng kichigini topaman. Umumiy karralilarni ichida eng kichigini yozamiz. Hozir bitta biz aniq 10, 20, 30 qilib. Demak, eng kichik umumiy karralisi necha ekan? 10 ekan. Mana topdikmi? Tushundik. 2 bilan 5 ni sizga men qoidasini bilan tushuntirdim. O'zaro to'psonlar usullar ko'paytirib, ya'ni ekuk topishda oson yo'lini o'rgatdim. Ha, mana bunday holatlar bo'lsa, ko'paytirib qo'ya qolasiz, bu qoida. Oson usulda topish. Ha? Misolda ba'zi bir misollarda oson topish usullari bor-da, shularni ham sizlarga o'rgatib ketaman-da. Keyin o'zini tushunib olishlaring uchun batafsil to'xtab ham o'tamiz. Siz ichiga kirib boring shu mavzuni, mohiyatini tushunib oling, nima ekanligini biling, his qiling-da. Keyin yaxshi o'rganasiz. Bo'ptimi? Hali tushunmasdan turib o'rganib olgandan ko'ra bitta misolda bir atroflicha ko'rib, tushunib olganingizdan keyin, sizda ekuk to'g'risida ma'lumot bo'lsin. Hozir sizlarga masalan tuxum desam, tuxumda hamma ma'lumotlari bor, ta'mi, shakli, rangi, har xil qovurilgan holati, qaynatilgan holati, sizda ma'lumot bor. Men sizga endi ekuk desam, eng kichik umumiy karrali desam, u haqida ham sizda ma'lumot bo'lsin. Shunga o'xshagan. Tushunyapsizmi? Siz qanaqa topishni biling, oson yo'lini ayting menga, buni birovga tushuntirib bera oling. Bo'ptimi? Nimalarda ishlatamiz, tatbig'i nima maqsadda kerak bo'ladi, shulargacha to'xtab o'tamiz. Bo'ptimi? Buni topib bo'ldik. Keyingi misol ham masalan 3 bilan 7 ham xuddi shu uslubda chiqadi. Masalan 3 karralilarni to'plasiz. 3, 6, 9, 12 va hokazo. 3 karrali. 7 karralilarni ham xuddi shunaqa. 7 karralilarni qaysilar? 7, 14, 21, 28 va hokazo. To'g'rimi? Endi qani 3 karra bilan 7 karrada umumiy karralilar qaysilar bo'ladi? Aytinglarchi? 3 bilan 7 karrada ikkalasida borlar qaysilar? 21 3 karrada ham bor, 7 karrada ham bor. Undan 21 dan sal kattarog'ini aytinglar, ya'ni nechi bor? Hop 21 birinchisi. 42 3 karrada ham bor, 7 karrada ham bor. Yana 21 qo'shib yuboringlar. 42 21. 63 3 karrada ham bor, 7 karrada ham bor, 63 ga yana 21 qo'shaverasiz. 80. Lekin 21, 42, 63, 84 larning ichida ana son eng kichigi qaysi ekan? 21 ekan. Ekuk 21 bo'ladi. 3 bilan. Mana uslubda. Mana bu uslubda tushuntirganimda 3 ta 7 ko'paytirib topib qolasiz. 2 ni 5 ga ko'paytirganingiz kabi. Demak, siz hozir ekukini topib bering desam, 3 bilan 7 ni
Nima qilasiz? 3 kere 7 javob 21 deysiz. Oson yo'lda topib bizga javobini chiqarib beraverasiz. O'ylanib yotmaysiz. To'g'rimi? 15 bilan 18. Xuddi shunaqangi uslubda topsangiz, u ham 15 karralilarni yozasiz, 18 karralilarni yozasiz. 15 karada ham 18 karada ham bor. Eng kichik umumiy karralisini bittada topib berasiz. Masalan, birinchisi o'zi qaysi bo'ladi? 15 bilan 18 karada bor. Necha bo'ladi? 15 karra bilan 18 karada bor sonni o'ylab topinglarchi. 30, 60, 90. 90 15 karada ham bormi? 18 karadachi? 18 kara necha? 18 ni 5 ga ko'paytirsangiz 90. 15 kara 6 90. Demak 90 bo'ladi deb qo'ya qolasiz. Keyingilari masalan 90, 180, 270 ketaveradi. Eng kichigi qaysi? 90. To'g'rimi? Agar qanday ko'paytirib qo'ysangiz. Agar shu 15 bilan 18 ham ko'paytirib qo'ysangiz. Ko'paytirib qo'ysangiz eng kichigi bo'lmay qoladi. Anason nimaga desiz, bu o'zaro tub son emasdi. 15 bilan 18. Qarang, mana uchala shartimiz bor edi. O'zaro tub sonlar bo'lsa, ularni keyin ko'paytiramiz dedik-ku. 15 bilan 18 na bir ikki mana sizga aytaman. Siz tahlil qilib berasiz. O'zaro tub son emasligini birinchi shartga tushadimi? Ketma-ket kelgan natural sonmi 15 bilan 18? Ketma-ket bo'lsa, ikkalasi ham tub sonmi? Yo'q. Birdan boshqa umumiy bo'luvchisi bormi? Yo'qmi desiz, masalan, savollarni ko'raverar. Ha desiz ham yo'q desangiz, savolni nimasiga qarab turib. Hop, sizlarga men shunday savol beraman. Birdan boshqa umumiy bo'luvchisi bormi hozir? Qaysi songa bo'linadi? 5 ga 3 ga. Qarang, yo'q. Birdan boshqa umumiy bo'luvchisi bor-da, agar yo'q bo'lganda 3-shartga tushadi. O'zaro tub son bo'lishi uchun birdan boshqa umumiy bo'luvchisi bo'lmasi kerak. Bunda bor. 15 bilan 18 birdan boshqa umumiy bo'luvchisi bor. O'sha son qaysi? 15 bilan 18 deb 3 ana. 3 ga bo'linadi ikkalasi ham. 15 ham 3 ga bo'linadi. 18 ham 3 ga bo'linadi. Demak bu o'zaro tub son emas, 3-shartga ham tushmadi. Demak buni ekukini mana bu uchala tipdagi sonlarda kabi bajarmaymiz, topmaymiz. Buni yo'li boshqa edi. Mana bu universal, hammasiga to'g'ri, lekin bizga mashaqqat olib keladi. Biz buni tushunishingiz uchun, atroflicha tushunishingiz uchun yozib beryapman-da. 2 karrani, 3 karrani yozib berib, karralilarning ichida eng kichigi deb turib tushuntiryapman. Men endi sizga oson yo'lini taklif qilaman baribir. Biz yo'llarning eng yaqinini, maqsadga tez erishadiganini, tezroq javobini topadigan yo'lini ko'rsatib beramiz. O'sha qaysi? Masalan, ekuk so'ralyapti sizdan 15 va 18 sonni topishimiz kerak. Bu biz uchun hozir 5-savol bo'lyapti. 4-savolni tashlab ketibmiz, keyin ko'ramiz. Mana shu savol uchun ko'ryapmiz. Endi sizlarga bitta narsani aytaman. Diqqat bilan xulosa olib turasizlar. Ekuk topishda ham tub ko'paytirishdagi ajratish yo'li bilan ham o'tgan safar topishda o'rgandik. Ozgina farqliroq bo'lgan uslubda sizga o'tgan safargidan ham bitta boshqacharoq usulni tushuntirib beraman. Bir vaqtda o'zida 15 bilan 18 qaysi songa bo'linadi? 3 ga bo'ladi. 5 bo'ladi, 6 bo'ladi. 15 ni 3 ga bo'lsangiz necha? 5. 18 bu 6. Endi 5 bilan 6 qanaqa sonlar? O'zaro tub son. Ketma-ket. O'zaro tub son, to'g'ri aytyapsiz. O'zaro tub son. Bular o'zaro tub son bo'lib qoldi 5 bilan 6 da. Bular birdan boshqa umumiy bo'luvchisi yo'q endi. Harakat qilmaymiz birorta songa bo'linishni. O'zaro tub son, ketma-ket sonlarda. Hop, mana shu yerda hozir ekuk so'ralyapti. Mabodo bizlar ekubini topib ber deganda ekubi nechi bo'ladi? 3 ta o'zi bo'ladi. Eng katta umumiy bo'luvchisi 3 aka. 1 bas. 3. Endi bizda hozir nima so'ralyapti? Ekukka so'raladi. Ekukni toping desa
Ekokini hisobga esa 3 ta olamiz. Qarab turing, mana 3 ko'paytirib, mana 5 bilan 6 bor edi o'zim. Bularni ham ko'paytmasdan olib qo'yamiz. Tushunyapsizmi? Mana yerda qolib ketgan son bor. Umumiy bo'luvchisini oldik, 3 ta. Keyin mana ikkala chekkadagi 5 bilan 6 ni ham olib qo'yamiz. Javob necha bo'ladi? 90 mi? Haligida gaplashib turadiga 90 chiqadi deb turadiga. Mana qoida bo'yicha ham nima qildik? Topdik. 90. Hop, bizga endi mana bu misolimiz 90imiz, ekokimizni endi amaliyotdagi tatbiqi nimada kerak bo'ladi? Unga ham to'xtab o'tamiz-da. Ozgina. Hop, kelinglar. Mana shu sonni kasrda biz ertadan keyin shuni ishlagan vaqtimizda mana bu kasrda ishlashga to'g'ri kelib qoldi. Kasr sonlarni bular o'rganamizda. Mana 15 dan 1 bilan 18 dan 1 da mahrajlarni bir xil qilib oling desa, 15 bilan 18 ni necha qilib olamiz ekan? 90 qilib olishimiz kerak ekan. O'shanda mahraji bir xil bo'lar ekan. Chunki 15 bilan 18 ning eng kichik umumiy karalisi 90 ligi uchun, biz 15 bilan 18 ga umumiy mahraj 90. 90 qilish uchun 15 ni necha ko'paytiramiz? 6. Demak, bilish uchun 90 ni 15 ga bo'lib yuborasiz-da, umumiy mahraj. 90 ni 15 ga bo'lib yuborsangiz necha? 6 tegadi. 18 ni 90 qilmoqchi bo'lsangiz necha ko'payadi? 5 ko'payadi. Hop. Demak, 18 ni 5 ga, birda ham 5 ga ko'paytirib, mahrajlarni bir xil qilib olyapmiz mana. Mana necha bo'ldi? 90 dan 6 qo'shuv 90 dan 5 bo'lib, endi mahrajlari bir xil bo'lsa, 90 dan suratiga surat qo'shamiz, 11 bo'ladi. Mana 90 dan 11 bo'ladi. Xuddi shunaqa qilish. Shu uchun kerak bizga. Mahrajlarini topib olish, umumiy mahrajga keltirish uchun kerak bo'ladi. Ekok mavzusi kasr mavzusidan oldin o'tilishiga sabab, siz eng kichik umumiy karalisini topishni bilib olsangiz, umumiy mahraj topishda qiynalmaysizda, kasrlar mavzusini oson o'rganasiz. Shu uchun sizga kerak. 2 bilan 5 kelib qolsa, sirasi 10 olib ketaverasiz. Masalan, 1/2 qo'shuv 1/7 keldi. 5 kelsa, mana kitobimiz mana. Necha olasiz bunga? 10 olasiz. Ikkoviga ham. Mana ikkalasiga ham 10 olasiz, 10 ni 2 ga bo'lasiz. Necha bo'ladi? 5. 10 ni 5 ga bo'lsangiz 2 bo'ladimi? Demak, bunga 5 tegadi, bunga necha? 2 tegyapti. Qo'shib olsangiz necha bo'lar ekan? 10 dan 7 bo'lyapti. Tushunyapsizmi? Shu uchun kerak bo'ladi. Mana amaliyotdagi nimasi, mana shu maqsadda ishlatamiz. O'z rasmga olamiz, davom etyapmiz. Bu tomonni bitta rasmga olamiz.